Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Ko'ruvchi do'stlar, biz programmamizning oldingi sonida dunyodagi eng qadimgi dinlarning biri bo'lgan otashparastlik dini va otashparastlik dini tarqalgan Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasidagi bir qism xarobaliklar, ya'ni Dasturxon tosh atrofidagi qabrlarning shakli, joylashi haqida dastlabki tushunchalarga ega bo'lgan edik. Bugungi programmamizda biz bu qabrlarning ichki qismining qandaq alohidaligi borligi va uning ichidan chiqqan bir qism arxeologiyalik buyumlar to'g'risida tushunchaga ega bo'lmoqchi. Bu bir sirli qismin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu zaminning sehri qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga mabdum qilib kelmoqda. Mana bu dengiz yüzünün 3200 metr egizlikdagi sehrli qismida dunyoni zilzilaga keltiradigan qadimgi insonlarning xarobasi bayqalgan. Ülkemiz arxeologları Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqash qilishdi. Dunyodagi eng qadimgi dinlarning biri bo'lgan otashparastlik dini Xamir egizlikdan boshlangan bo'lishi mumkin. İnsaniyet din medeniyet tədqiqatında alayda əhmiyyətə ega bu bayqaşning təfsilatını qiziqsanız, diqqətingiz bayqaş proqramımızda bo'lsin. Aldı bilan naq maydondagi muxbirimiz Rayhon Gulning Qashqar viloyatlik madaniyat yodikorliklari idorasining tadqiqotchisi İbrahimjon bilan elib borgan ziyoratiga nazarimizni ag'diraylik. İbrahimjon, yaxshimisiz? Siz shu o'tgan yili o'shani qizish qatnashgan vaqtida nimalarning chiqqanligi haqida bizga bir uchur beramiz? Buning ham sirtqi aylanmasining umum doirasi 11 metr atrofda keladi. Ham nisbatan so'qchaqroq kelgan holatdagi jumaloq shaklli qabr. Bu biri sirtqi aylanma va buningki ondan qabrning nuqul oldiki o'ziningki ichki aylanma bilan ikki mushu aylanmadan tarkib topgan. İchki aylanma hamda taxminan 3 metr atrofida. Bu hamda tabiiy mushu tog' teshini hamda yunish orqali taxminan 65 sm ko'lgandan keyin ondan bu yerga hamda jasadlarni ko'mgan. Hamda biz dastlabda qazishga kelgan vaqtimizda hamda ustungi qismi malmonchilik uchirgan, ya'ni mushu boshqalar tarafidan bir qatam o'g'irlangan qabr. Biz qiz jarayonida bu yerning azroq buzilganligini bayqagan. Shu buning ustungi qismidan bir jasadning beshi va parchoq so'ngaklari mush narsalar bor. Oston qismida yana ikkinchi qavat qismida yana birisi. Ang oston qismida yana ikki mush jasadningki bosh so'ngki qo'yilgan. Buningga yandash holda yana bir turki marjon, tag'aq surgich, ya'ni tag'aqning inchikragi. Undan yana bir yog'och taxtay mush narsalar ichidan eng oston qismidan chiqqanlar. Dasturxon tosh qabristonligidagi 1-numurli qabrning yanida yana nazarchiroq qiladigan o'rakdan uchi bor. Qabrning og'ziga yaqinroq o'rindagi nazarchiroq o'rikida chala kuydirilgan hayvonlarning so'ngiki bayqaldi. Bir rayondagi qabrlarning yanidami birdan o'rak bor ekan. Bu nazarchiroq o'riki bo'lsa-mu, otashparastlik dinining muhim odatlaridan biri hisoblanadi. İnsanshunoslik bilan tadqiqot bilan shug'ullanganlar hamda buningga hukm qila oladi. Buningki turqi, ya'ni mush qanshirningki alohidligi va boshqa badan qurilmasiga asosan buni navbatda Indiya Yevropa irqiga va aqtallik millatlarningki turdan deb ayirgan. Biz mush bosh so'ngaklarga qarab hamda er yoki ayolligini qanday farqlantiramiz? Birsi biz ko'rayotgan buningki shu qanshar qismi. Qanshar qismiga qaraydi. Yana birisi mana qoshning ma qismi nisbatan ichkiroq. Akishning bo'lsa nisbatan ustun bo'ldi. Yana biri boshninki ustki qismidagi mush yeriqlarningki cho'ngchilik asosan buning er ayolligini ayiradi ekan. Mutaxassislar Xamir egizligiga joylashgan Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasidagi otashparastlik dini iznolaridan faqat 1 metrlik keladigan bir qabrga 3 ayolning va 1 erning jasadi qo'yilganligini bayqadi. Bundan boshqa bu qabrdan yana tiziq marvoyit, eqiq, koyish qatorliq madaniyat yodikorliklarini chiqqan. Endi bu mushu surguch degandek narsani endi bu bambukdan yasaydi. Demak bu bizningki mushu sharq tarafdan, ya'ni bizning o'rta yuzdan kelgan bir madaniyatningki ifodasi. Ammo marjon narsalar bo'lsa bu odatda mushu Iron egizlik tarafdan, ya'ni Afg'oniston tarafdan, Iron tarafdan chiqadigan marjonlar. Demak bu ikki tarafda hamda ilgirisda bu narsaning chiqishi bizning ilgirki savdo aloqa jihatdagi, shu madaniyat jihatdagi munosabatningki bir qadar quyuqligini ifodalaydi. Yuqorida tilg'ilingan madaniyat yodikorliklari ayni davrda nihoyat qimmat bo'lgan hashamat buyumlari hisoblanadi.
qabrning ko'lami va o'rindan qaragandimi dafn qilinganlarning martabasining intayin yuqorligini bilib olg'ili bo'ladi. Biz ham boshqa qabrlarni qazgandimi diqqat qildik. Mush ayol kishi bor, jasad ko'milgan. Ayol kishining jasadi ko'milgan qabrlardan ko'pincha mush xildagi marjon ko'proq uchraydi. Demak, bu biri endi ayollarning o'rni tabiiyatda bir qadar endi yuqori bo'lsa kerak. Ikkinchi bir nuqtadan qaragan vaqtida bu hamma odamda bo'lishi notayin. Chunki turmushninki shu qadimgi nisbatan ishlab chiqarish kuchlari qanchalik taraqqiy qildi. Turmush saviyasi qanchalik biz buni his qilib yetalaymiz. Shunlashqa shu narsalarni uning o'z davridagi o'rnininki bir qadar yuqorligini ma'lum darajada isbotlashga foydasi bor deb qarayman. Dasturxon tosh qabristonligining tashqi ko'rinishidan qaraganda yumaloq chambar shaklli toshlardan boshqa atrofiga bir tekshirlikda yetilgan oq qora toshlar alohida ko'zga cheliqib turadi. Yoruqliq va qorong'ulikning simvoli qilingan bu oq qora toshlar otashparastlik dinining yorqin ifodasi. Qabr cho'risiga tizilgan yumaloq yoki ilpis shaklli toshlar bo'lsa, otashparastlarning qarashi bo'yicha aytganda shu jasadni qo'g'dash rolini o'ynagan. 2007-2006 yillar tashkilga vaqtida shu qizilib echilgan qismi asosiy qabristonlik qildi. Buni yerliklar asosan buni Sahra Dong qabristonligi deb atab kelgan. Biz hozir ko'rgandimi asosan bir tabiiy egizlik. Hozir biz ko'rgan bu adimi qisman qabristonlikniki saqlangan ekan ba'zan bir iznasi ko'ringan. Uningdan sirt biz ama tuvanga qayilsak tarafda yana bir qabristonlik var. Endi buni biz qizish jarayonida buni B rayon, A rayon deb ikkiga ayrilib, biz ko'rgan A tarafdagisi u B rayon. Buni yerliklar Chiman Dasturxon qabristonligi, ma'ni Sahradong Dasturxon qabristonligi deb atab kelgan. Dasturxon tosh qabristonligidagi alohida ko'zga cheliqadigan A rayondagi qabrlar bir tarafdan egizlik jihatdan farqlansa, yana bir jihatdan lahatning ishining o'xshamasligidan farqlanadi. Ayni vaqtda qabr yasashda ishlatgan qurolning cheklik bo'lishi sababidan lahat ichi egiz bas bo'yilgan. Ham buning ichiga qo'yilgan jasadning so'ngak parchalarimi qalaymaqan tashlangan. Biz qaraydigan bo'lsak, mush 1-nomerli qabrning yeniga yana hamdabni qabr shaklida burkutning beshi qo'yilibdi. Bu nima sababdan shunday qo'yilgan? Bu burkut ko'kdan egiz uchadigan ham qaysar uchari qanotninki simvoli. Shunga otashparast dinninki dasturiga asosan aytgan vaqtida hamda insonlar o'lgandan keyin buning ro'yininki ko'kka chiqadigan asosda hamda burkut bu ko'kka yaqin uchadigan. Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Ko'ruvchi do'stlar, biz programmamizning oldingi sonida dunyodagi eng qadimgi dinlarning biri bo'lgan otashparastlik dini va otashparastlik dini tarqalgan Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasidagi bir qism xarobaliklar, ya'ni Dasturxon tosh atrofidagi qabrlarning shakli, joylashi haqida dastlabki tushunchalarga ega bo'lgan edik. Bugungi programmamizda biz bu qabrlarning ichki qismining qandaq alohidaligi borligi va uning ichidan chiqqan bir qism arxeologiyalik buyumlar to'g'risida tushunchaga ega bo'lmoqchi. Bu bir sirliq zimin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu ziminning sehri qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga mabdum qilib kelmoqda. Mana bu dengiz yuzining 3200 metr egizlikdagi sehrli ziminda dunyoni zilzilaga keltiradigan qadimgi insonlarning xarobasi bayqalgan. O'lkamiz arxeologlari Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqash qilishdi. Dunyodagi eng qadimgi dinlarning biri bo'lgan otashparastlikni xamir egizlikdan boshlangan bo'lishi mumkin. İnsaniyet din medeniyet tədqiqatında alayda əhmiyyətə ega bu bayqaşның təfsilatını qısqısınız, diqqətiniz bayqaş proqramımızda olsun.
Aldı bilan naq maydondagi muxbirimiz Rayhan Gülning Qashqar viloyatlik madaniyat yodikorliklari idorasining tadqiqotchisi İbrahim Can bilan elib borgan ziyaratiga nazarimizni ag'diraylik. İbrahim Can, yaxshimisiz? Siz shu o'tgan yili o'shani qizish qatnashgan vaqtida nimalarning chiqqanligi haqida bizga bir uchur beramiz? Buning ham sirtqi aylanmasining umum doirasi 11 metr atrofda keladi. Ham nisbatan so'qchaqroq kelgan holatdagi jumaloq shaklli qabr. Bu biri sirtqi aylanma va buningki ondan qabrning nuqul oldiki o'ziningki ichki aylanma bilan ikki mushu aylanmadan tarkib topgan. İchki aylanma hamda taxminan 3 metr atrofida. Bu hamda tabiiy mushu tog' teshini hamda yunish orqali taxminan 65 sm ko'lgandan keyin ondan bu yerga hamda jasadlarni ko'mgan. Hamda biz dastlabda qazishga kelgan vaqtimizda hamda ustungi qismi malmonchilik uchirgan, ya'ni mushu boshqalar tarafidan bir qatam o'g'irlangan qabr. Biz qizish jarayonida bu yerning azroq buzilganligini bayqagan. Shu buning ustungi qismidan bir jasadning beshi va parchoq so'ngaklari mush narsalar bor. Oston qismida bevosita tuproqqa emas, shu yog'ochning ustiga qo'yilibdi. Bu ana nima sababdan shu yog'ochning ustiga qo'yilgan? Chunki atashparast dinimi boshqa mushu o'tga o'xshash, mushu yog'ochni bo'lg'alaydi. Mushu jasadningki ruhi yanada hayot yashaydi. Ammo bu jasad, bu qilib qolgan jasadni cho'qim pokizlash kerak. Chunki uning terisi yoki go'shtlari yanada mehnat bo'lganligi uchun buni shu birinchi qitimliq deb bilinadi, ya'ni ko'k depnisida buni butun mushu uchar qushlarga yegizib o'tgandan keyin, pokiz tozalangandan keyin ondan buni ekilib ko'mgan. Chunki biz mushu bo'lib qozon qo'sa qismidagi so'ngaklarga qaraydigan bo'lsak, aytdi tishi o'tkir tishliq mushu uchar qushlar yoki ish degandek bir narsa buni tishlab mushu izib o'tgan bo'lishi mumkin. Demak bu eng poklangan holatda akagan. Ya'ni shundoq turg'uliq yog'ochni mushu tuproq bilan jasadning orasiga qo'yish orqali yana ham diniy aqidaga bo'ysungan holda mushu dafna qilgan. Dastan Taş qəbristonligining bir rayondan chiqqan Atashdan va Sapal boyunla bir jihatdan ateşperestlik dinining muhim belgilaridan biri hisoblansa, yana bir jihatdan Sharq va G'arb madaniyatining almışış tuguni bo'lgan bu rayonni, shundaqla ilgirki taraqqiyot iznolarini tushunishda kambos bo'lmaydigan madaniyat yodikorliklari hisoblanadi. Bu bo'lsa, Dastan Taş qəbristonligidagi hamdapni bo'yinlari bir qadar ko'proq ko'milgan bir rayondagi 14-numurli qabri hisoblanadi. Qashqar viloyatlik madaniyat yodikorliklari idorasidan İbrahim Abduvoyid bu qabrni qazishga bevosita qatnashgan. Bu qabr ichidan 4 ayol, bir erning jasadi chiqqan. Bu qabrni atashparastlik dinining tipik aloyidliklari bayqalgan qabra deyishga bo'ladi. Onundan başqa hamda mushu bir rayonda jami 40 necha qabr bor ekan. Mush 40 necha qabrning ichida hamda mush atashdan nechtasidan chiqdi. Bir rayonda hamda biz dastlabki qadamda muayyanlashtirganimiz ko'proq edi, ammo bu daqiqatim qizishda bu tuvandik qabrning soni jami 34. Buning ichida hozirgacha qazilgan 20 necha qabrning ichida jami 11 qabrdan mushqildagi atashdan bayqaldi. Qiziq haroratdagi toshni mush atashlarning ichiga selib ko'ydirish orqali buningga yorug'likni, qiziqlikni buningga hamroh qilish orqali buningki ruhini amin topqilishni maqsad qilgan. Undan boshqa bu qabrdan yana dehqonchilikqa oidmi ba'zi moddiy bo'yinlar bayqalgan. Buning ichiga qaraydigan bo'lsak, mushu ziroatdan ishlangan yemaklik, ya'ni pishiq yemaklik bor, pishirilgan yemaklik bor. Endi biz bu yerda ko'rayotgan, ya'ni buning qo'shib hamdapni qilgan narsalarning ichida nurg'un hayvonninki, ya'ni qo'yning sumaklari uchraydi. Yemaklikninki bayqalishi bizningki mushu teriqchilik madaniyatininki dastlabki mezgili, ya'ni mushu chorvachilik madaniyatidan asta-asta dehqonchilik madaniyatiga, ya'ni terim madaniyatiga o'tayotganligini bir nishoni ustida bizga ba'zi uchurlarni beradi. Ayni vaqtdagi Sharq va G'arb ellari o'rtasidagi savdo ishlari va madaniyat almashtirishining nihoyatda rivojlanganligining yana bir ro'shan belgisi bu qabrlardan chiqqan sapal bo'yinlar hisoblanadi. Biz ko'rgan hozir shu sapalninki asosan siyliq jihatdan, qo'l hunarvanchilik jihatdan aytgan vaqtda siyliq. Endi buningki material jihatdan aytgan vaqtida siyg'izga qum aralashtirilgan. Endi bu sapallarninki shakli jihatdan aytgan vaqtida eg'izi bir qadar cho'ngroq, qo'sqi sharsimon tegi yalpoq. Bu asos jihatdan bizning shu
Andınoro medeniyetiga tava desek bo'ladi. Mayli mamlakat ichi va sirtidagi olimlar bo'lsin. Buni milodiy ilgirki 8-asrda, 3-asr atrofida deb kelyapti. Shu 2500 yil ilgari bularninki qo'l hunarvanchilik madaniyati bir qadar taraqqiy qilgan chorvachilik bilan bir-biri eziklikka qarab yuzlangan ekanligini ko'rib olamiz. Mush qabrninki bayqalgan shu chiman yilsa atrofida hozirgichilik turalg'u iznalarni taqa bayqalmadik. Bu taqimi buningdan keyingi shu qizish jarayonida shu muhitlardan balkim yana yangi uchurlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ammo Toshqo'rg'onninki yana bo'lak qismlarda qadimgi iznalar, shu o'tiroq iznalar bayqalgan. Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisi Tizlab yezisi Chushman kentiga joylashgan Dasturxon tosh qabristonligidagi qabrlarning tashqi ko'rinishi, jasadni ko'mish usuli va qo'shib ko'milgan hamdabni bo'yinlar qatorliq ishki tashqi omillar ayni davrdagi otashparastlik dinining mushu zaminda nihoyatda cho'nqir yildiz tortganligini tushuntirib berdi. 2500 yildan ortiq tarixga ega bu qadimgi qabristonlik bizni ayni davrga boshlab berdi. Shu vaqtlarda mushu zaminda taraqqiy qilgan madaniyat iznalari orqali biz shu davrda yashagan kishilarning etnik madaniyati haqida dastlabki tushunchaga ega bo'ldik. Arxeologik tadqiqot natijasida barliq kelgan bu sirlar Ipak yo'li tadqiqotni cho'nqurlashtirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Qadrli do'stlar, Toshqo'rg'onda yana qanday sirlar bor? Yana qanday sirliq hikmatlar bizning diqqatimizni tortadi? Dunyodagi sir va hikmatlar tugamaydi. Ilm fandagi yangiliklar uzilmaydi. Sirliq Ipak yo'lidagi bayqashlar o'ksimaydi. Ko'raman do'stlar, Toshqo'rg'onda yana qandaq sirliq iznalar bor? Mutaxassislar yana qandaq bayqashlarga erishdi? Bunga qiziqsanglar, diqqatinglar bayqash programmamizning keyingi sonida bo'lsin.